Xudo xohlasa. Chaqirgani vaqtdan o'tirganlar chaq ikki moment safga kirolmaydi. Madrasasini qurgan Bahodir Yalangto'sh o'zimiz Samarqand tadbirkorchilar izidan borib, shunday insonlar bugun sizin degan maqsadda o'sha kashtachilik amaliy san'atini maqsad avloddan avlodga yetkazish maqsadim. Shunday. O'sha uchun mana hozir 50 metr. 50 metr. Mana bunga kelingizlar. $20 yangi loyiham bor hali. Bolajonim Suriyaning olib kiraman xotin-qizlar bilan loyiha tuzdirib bazda qarang, buni loyihasi bu. Marg'ilonda bor bo'lgan yo'yiladigan, obod bo'ladigan, ko'rsatadigan bo'lar ekan. Otaxonimiz boshlab bergan bu narsani, Allohim mana shularni muvaffaqiyatini bersin. Yaxshilarni yetkazishib, nasiblar yerga yurgan nazar tushib, omadlarni bersin. Hokimimiz boshlik barchalar kelajagimiz. Mana bu yerda butun mahallamiz pishirgansizlar niyat qilib, ana shu niyatlaringiz toshqozon atrofida duo qilaring mana tez Abdurasul buva, tez. Eng yoshi kattasi.
Jamoam kichkina bor. Kichkina bor. Buyurman, Navruz arafasida, Dang sohasida juda ko'p yangilik. Xabardarchilik yo'llarimiz hammasi jamoaga bog'liq. Sharafli kasbigalar, juda sharafli kasbigalari. Allohim sizlar sohalaringizda, oilalaringizga, farzandlaringizga yangi yil qutli barakali yil bo'lsin. İşleringiz omadini bersin, hamisha sog' salomat bo'linglar. Kelasi yil yangi yillariga ham xuddi shunaqa eson-omon yetib olaylik. Sizlar sohalaringizda ko'p rejalarimiz bor. O'sha rejalarimizga birgalikda erishaylik. Bayram muborak bo'lsin. Shunday go'zal zamonda aman yor, ochilib o'ynasang. Aman yor, ochilib o'ynasang-chi aman yor. Aman yor, dilingni bog'lasang-chi aman yor. Ochilib o'ynasang-chi aman yor. Shunday baxtli zamonda aman yor, ochilib o'ynasang-chi. Assalomu alaykum. Kechasi gaplashgan. Tanishganimdan xursandman. Albatta borib sizlar bilan yuz-ma-yuz uchrashmoq niyatimiz bor, rejamizda bor. Bugun bayram, oilasi, farzandlari, ota-onalari ham barcha yaqinlarini tabriklayman. Bu bugun so'nggi vaqtda men yurtboshimiz tomonidan ko'makka, o'zgalar yordamiga muhtoj bo'lgan fuqarolarimiz bor tumanimizda. Ana shularga hammasiga xizmat ko'rsatgan shu jamoa. Ishlaringizga omad tilaymiz. Katta-katta yutuq. Maydon xotin, so'z xotin, so'zlar xotin, ko'lankasi. Bag'ringdan bahorim qutlug' keltirdim. Quvvat bo'lsin, tangajon. Suv bu faqat tanga emas, borliqqa berarkan jon. Qani jonxo'r jo'xsaydi. Tumandoshlarim, assalomu alaykum aziz onaxonlar, aziz otaxonlar, nuroniylar. Men sizlar orqali butun tumanimiz ahlini qadimiy sharqona bayramimiz bo'lmish Navro'zi olam bilan
chin qalbimdan, chin yurakdan tabriklayman. Xalqimizga xos savobli amallardan biridir. Aynan bugungi Navruz tadbirlarimiz arafasida o'sha Ramazon ushbu tadbirlar davomida saxovatpesha insonlarimiz, tadbirkorlarimiz, fuqarolarimiz tomonidan yuqorida aytib o'tilgan ehtiyojmandlarga, yordamga muhtoj fuqarolarga ko'rsatilayotgan savobli amallar uchun ularga alohida minnatdorchilik bildiraman. Mehnatkash xalqimiz bilan birga ezgu maqsadlarimiz, katta rejalarimizni mana bugungi yangi yil Navruz bayramidan boshlab yangi kuch, g'ayrat va shijoat bilan davom ettiramiz. Duoga qo'l suzgan otaxonlarimiz hammasiga katta o'zimni cheksiz samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi bayram yangi yilimiz sharqona bugun birinchi kunimiz. Ushbu kunimizdagi kayfiyat yil davomida har birimizni jamoamizda, ishimizda, oilamizda hech qachon tark etmasin. Kelgusi yillarda ham shu yorug' kunlarga yetkazishni Alloh taolodan so'rab qolib, hammani yana bir marta Navruz ayyom bilan muborak etaman. Hamisha sog' salomat bo'lingizlar. Ruh soldi shoir Olimjon. G'ofur g'ulom tega Nahripay bo'yidan esar bir sabo, ko'klam havosidan yayraydi dilim, xush havo tonglaring biram dilrabo, Navruzing muborak, paxtachi elim. Ko'chalar obod, yo'llar xarobot, zahmatkash elingda yo'qdir hech tinim. Chiroy ochmoqdasan har lahza, har on. Navruzing muborak, Ziyouddinim. Yangi islohotlar boshlandi go'zal. Hamma havasdadir yurti obodga, bir yoq issiqxona, bir yog'i go'zar. Navruz qutlug' kelsin Sultonobodga. Asrlar qardi, yotar yashirin. Qadim chashmasidan qolgan sirlari, shivangdan aylanay, tillaring shirin. Navruzing muborak, qarnob qirlari. Nuroniylar mehri misli bir quyosh, paxtachim bo'yida muncho humorim, chiroying bamisli bo'stonga qiyos, Navruzga yetganing qulluq xumorim. Burqut yo'llarini gullatgan bahor, bayramga shoshilsin do'stu yoronlar. Qalbingda iftixor, ko'nglingda viqor. Navruzing muborak, yo bu yobonlar. Misiyat yerlariga nur sochar quyosh, shodon jilmayadi tong atir guli, qirlarda lola gul ko'tarmoqda bosh. Navruz bilan qutlay seni qirguli. Ammo baxt o'tar, qilar duolar. Mozi nurin sochgan ko'hna dalaga, ming yillik ulug'lik qadim abola. Xush kelding Navruzim, Davus qalaga. Bog'lar barpo etdik niyatlar bilan, umidla boshlanar tongi nahori. Bunda yosh yalanglar aytishar o'lan, bunchalar go'zalsan boymat bahori. Qaldirg'och qanot, ulqosh yoylik, bahor olib kelgan mujdalariday. Go'zalsan Navruz oy, naqshing chiroyli, xuddi kishtalaning kishtalariday.
oppoq orzularga cho'mar oqtepa, qizlarida hayo, yigitlarda burt, sayqishloq, guliston va qoratepa. Navruzing muborak, men tug'ilgan yurt, xushhavo tonglaring bilan dilrabo. Navruzing muborak, paxtachi elim. Aziz yurtdoshlarim, qaddi baland paxtachilarim, siz azizlarni yana bir bor bahorning eng go'zal bayrami, uyg'onish fasli bo'lmish Navruz ayyomi bilan samimiy muborakbod etaman. Shunday ulug' kunlarda, mohi Ramazon pallasida biz aziz yurtdoshlarimiz siz bilan ulug' kunda, qo'shaloq bayramlar asnosida go'zal bahor ayyomlarini nishonlayotganimiz muborak bo'lsin. Elimiz, yurtimiz, jonday aziz paxtachimiz obod va farovon bo'lsin. Bayramingiz muborak. Xumorlarimlar, qizlarimiz marhamat. Ana ketdik. geldi ana gönlümden sen geldin
Yaxshimi? Qani qarsanglar hozir bo'lsin bilamiz. Qanday bo'layotgan? Ha, shunaqa bo'lib tursin-da. Qaysi mekan? paxtachimizni obod qilib, elni, yurtni hurmatga sagovoq bo'ladi. Bu yerdan hech qachon yuqorilaga chiqib haqlar beraylik. Alloh umrlar o'tkazsin. Rahmat.